Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar, yaxshimisizlar? Yana bitta zo'r xushxabarlar, bitta obunachimiz bizga ilindilar, Saodat Mirzahmatovna degan profildan. Xo'p, assalomu alaykum, yaxshimisiz? Charchamayapsizmi deb yozganlar. Ularga javob qaytarib, Va alaykum assalom, rahmat. O'zingizlar yaxshimisizlar, charchaymsizlarmi? xo'p, javob qaytarganimdan keyin sizdan qizil dori olgan edik, onam majburlab ichirgandilar, deyaptilar. Ya'ni qizil doridan maqsad aslidaksifen kapsulamizni aytyaptilar. Keyin ko'kidan berdingiz deyaptilar. Ya'ni ko'ki degandan maqsad o'sha bizani askurkumin forte badlari. Ko'kidan 4 mahal ichdim, ya'ni askurkumin fortedan 4 mahal ichibdilar. Kista edi tomog'imdan. Nafas ola olmasdim tepaga qarab yotib. Kir ilolmasdim. Homiladorlik paytimda gormonlarim o'ynadi shekilli, dori ichib davolash mumkin bo'lmadi. Tuqqunimcha deyaptilar. Tuqqanimdan keyin qiynaldim, qizimni ko'tarib qarashga dedilar. Xo'p, mana shu videogramga e'tiboringlarni qaratasizlar. Mana shu qizil ko'ynakdagi qiz yozyaptilar. Ya'ni tomoqlarda kista mana. Ya'ni o'ynab turishini ko'ryapsizlarmi? Tomog'ining tagidagi. Katta mana kista. Ya'ni mana shuni avgust oyida bizani batlarni olib 4 mahaldan ichganlaridan keyin, ya'ni 2 oy bu batlardan 4 mahaldan ichib, oktyabr oyida tushgan videosi mana. Ko'ryapsizlarmi? Juda ham kichkina qolgan. 2 oyda shuncha natija. Ya'ni bilinar yo bilinmas mana. Qarang, ko'ryapsizlarmi? Juda kam qolgan. Yana inshaalloh 2 oy ichsalar, inshaalloh yaxshi bo'lib ketadi bu yoq, tekis bo'lib. Mana solishtiringlar. Avgust oyidagisi bu. Mana qarang kattaligini. Mana bu endi oktyabr oyidagi. Mana o'zlari ham belgilab qo'yibdilar. Avgust oyi edi shu ahvol, 2 oyda alhamdulillah ancha ketdi deb mana buni aytyaptilar. Bu oktyabr oyi edi, bunisini ikkinchi variantini aytyaptilar, marhamat. Operatsiya deyishganda emizikli bolam bilan operatsiya qildira olmasdim. O'syapti deyishdi doktorlar. 2 oyda 4 sm o'sganda rosa qo'rqib ketdik dedilar. Shu dorini ichib deyaptilar, ya'ni bizani batlani. Davo topdim. Xudoga shukr. Rahmat sizlarga ham, kattakon. Alloh rivojini bersin ishinglarni. Kasal bo'lmanglar hech ham deb mana tashakkur qilib jo'natib yuboribdilar. Mashalloh. Juda ham go'zal. Mashalloh. Subhanalloh. Juda ham siz uchun xursandman. Juda ham xursandman. Mayli, bir ikkita bemorlarimga, guruhdoshlarimga tashlasam bo'ladimi? Siz endi buni davom ettiring, buni to'xtatib qo'ymang, xo'pmi? Tashlayvering deyaptilar. Shuning uchun sizga tashladim deyaptilar. Ha, davom ettiraman, ichyapman ko'kini, ya'ni ascorbic forteni. Rahmat debdilar. Umringiz uzoq bo'lsin, joningiz sog' bo'lsin. Yaxshi xush xabarlar bilan inshaalloh yana kutib qolamiz. Bu yoqqa 6 oy deyilganmi? 6 oygacha olib borib qo'yasiz, xo'pmi? Salomat bo'ling. Juda ham xursand bo'ldik. Kim havas qilgan bo'lsa, mashalloh deb like bosib qo'yinglar do'stlar. Hammaga mana shunaqa yaxshi xush xabarlar nasib etsin. Umrli uzoq bo'lsin. Rahmat.